O'zbekistonda pensiya miqdori qanday hisoblanadi? Yoshga doir pensiya erkaklar 60 yoshga to'lganda, ish staji kamida 25 yil bo'lgan taqdirda, ayollar 55 yoshga to'lganda, ish staji kamida 20 yil bo'lganda tayinlanadi. Shuningdek, kamida 7 yil ish staji mavjud bo'lsa, bor stajga mutanosib miqdorda to'liqsiz pensiya beriladi. Agar 7 yillik staj ham bo'lmasa, fuqaroga nafaqa ajratiladi. Pensiyaning tayanch miqdori so'nggi 10 yillik mehnat faoliyatidagi eng yaxshi ketma-ket 5 yillikdagi oylik ish haqining 55% tashkil etadi. Shuningdek, talab qilingandan ortiqcha ish stajining har bir yili uchun 1% dan pul hisoblanadi. Bundan tashqari, O'zbekiston xizmat ko'rsatgan faxriy unvonlar egalari uchun har oylik pensiya ustiga bazaviy hisoblash miqdorining 1/6 barobar miqdorda kafolatlangan ustama to'lanadi.